Assalomu alaykum, kanalimizga kuzatib o'tirgan do'stlar. Xudo xolasa bugun ko'chmas bunchamiz. Eshikdarimizdan bir eshik. Burilerda keldik. Burilada 4 qavatli binomizning birinchi qavatida kirpichli dom ekan bu yurtdoshlar. 2 xonali kvartiramiz. Kelgandan girdik, prixoshga kattagina moliklar bu yerda qo'yilgan ekan. Bu yonimizga ketaversak, bu yerda choy-poy ichib o'tiradigan yeri. Gostinniy. Bu yanımızda zakrit 6 metrlik balkonini oshxona qilib qo'ydilar do'stlar. Ana shunday. Ana. Bu yerda ayrim jihozlar qoladi. Yurtdoshlar hamma narsa bor. Internet, Wi-Fi deysizlar, hamma narsa bor. Do'rimizda saunzerimiz, hojatxonamiz bo'ladi. Mana bu yerimiz. Restoranimiz bor ekan. Narxına kelaversak, narxi xudo xolasa arzonroq narxda, qimmat emas. Mana bu yerimizda spalnisi bo'ladi. Bu yanımızda mehmonxonamiz bo'ladi. Do'stlar, narx ekranda yoziladi. Yozilib qo'ygan narxdan ham skidcha qilib beriladi. Bemalol telefoningizni kutamiz.